Birodarlar, dunyo hayotini Alloh taolo balolar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Dunyodagi balolar oxiratdagi mukofotga sabab bo'ladi. Dunyodagi mashaqqatlarga rozi bo'lib sabr qilar ekanmiz, qiyomat kunidagi azizlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Mukofotlashlik uchun avval balolaydi. Bu dunyo hayoti oxiratning oldida birodarlar nolga teng. Qog'ozga 1 deb yozing. Uni orqasiga bitta nolni yozing. Shunday qilib nollarni yozib ketavering, yozib ketavering, yozib ketavering. 1 santimetrga 2 ta nol sig'adi. Endi birni orqasidan 30 ta nol yozsangiz, nechi deyiladi shu raqam bilasizlarmi? 15 santimetrga 30 ta nol sig'adi. Nonillion deyiladi. Endi 60 ta bo'lsa-chi? Endi mana shu birni yozib turib, oygacha yozib keting. Nol. Qanaqa raqam bo'ladi bu? Lekin mana shunday katta raqamlik muddat ham oxiratning abadiyligini oldida qisqa vaqt bo'lib qoladi.